opa bilan meni o'zimni radnoy opam bo'lib ketganlar. Xudoga Ha, Feruza opa, 2 yil oldin tanishuvdik, delegatsiyaga keluvdingiz. Aytmang. Nima bo'ldi mana? Boshida sirasi o'xshamadi, lekin keyin nima bo'ldi? Yo'q, o'xshadik. Mana 6-ta firma bilan ishlayapmiz. O'sha bitta edi shunda. Bitta edi. 6-taga chiqardik. Feruza opa, nima ishlab chiqarasiz? Bizga bat biologik batkalar. Mana ko'pchilik aytadi, bat sotish qiyin, bat sota olmayman. Yo'q, hamma narsaga sabr kerak. Sabr kerak. Sabr bo'lsa hamma narsaga erishsa bo'ladi. Eksportga birdaniga chiqib bo'lmaydi, Yo'q, to'g'rimi? bat sohasida sirasi chiqib bo'lmaydi. 6 oy, 7 oy vaqt ketadi bu narsa uchun. Chunki sertifikatdan o'tkazish kerak, boshqa qilish kerak, u davr talab qiladi. No, klient har doim davolim bo'ladi. Bittada olganda rezultatni ko'rib zo'r. Mana men o'zim batchi emasman, farmatsevt emasman, to'g'rimi? Lekin siz ham mana ishingizni bitishiga sababchi bo'ldim. Sababchi. Mendan xursandmisiz? O'zbekdan xursandman. Men qanchalik yaxshi ko'rasiz deb qo'ying. O'zim ukamsiz.